Assalomu alaykum. Alaykum assalom, keling. Menavazin bilan diklofenak ukolini aralashtirib sursam og'riq qoldiradimi? Menavazin bilan diklofenak ukolini so'rayapsiz. Menavazin bilan diklofenak ukolini ikkalasini aralashtirib sursa og'riyotgan joyingizda surtish uchun oyoq og'riqlariga, qo'l og'riqlariga shunaqasiga so'rayapsizmi? Yo'q. Buni sizga kim tavsiya qilgan bo'lsa, bu noto'g'ri. Diklofenak ukoli bu menavazinning ichiga surtilmaydi. Bu inyeksiya ukol qilinish uchun chiqarilgan bu ukol. Buni ham vrachning nazorati bilan qilinadi. To'g'ridan-to'g'ri sizning fikringiz bilan bu ukol qilinmaydi. Chunki buni foydasidan zarari ko'p. Bu oshqozon og'riqlariga juda ham kuchli zarba beradigan ukol bu. Bu aralashtirilsa ham bu farqi yo'q. Bu qon bilan boradi. O'sha oshqozoningizdagi o'sha yarangiz bo'lsa, yallig'lanish bo'lsa, o'shani kuchaytirib beradi. Yara bo'lsa, qon ketib qolishi ham mumkin. Sizga og'riq qoldirishga men boshqa bitta rasvor qildirib tayyorlab beraman. Qarang, menavazinga komforna maslamiz bor. O'shani aralashtirasiz. Bizda 2% lik lidokain bor. Chunki bu lidokain og'riq qoldiruvchi vosita. Buni spreylari ham bor. Bu sepiladigan. Bu tanaga to'g'ri jo'natilsa ham bo'ladi, kompress qo'ysa ham bo'ladi. O'shaning uchun bunning zarar tomonlari uncha yo'q desa ham bo'ladi. O'sha uchalasini qo'shasiz. Agar juda og'riq kuchli bo'layotgan bo'lsa, bitta 5% lik novakain qo'shib yuborsangiz ham bo'ladi yoki 2% lik novakain qo'shib yuborsangiz ham bo'ladi. 2% lik novakain bilan 2% lik lidokain qo'shsangiz ham og'riqni sizga zo'r qoldiradi. Albatta bu og'riq qoldiruvchi narsa. Og'riq qoldirgandan keyin uni o'sha nima uchun og'riyotganini uni vrach bilan keyin maslahatlashasiz, lekin birinchi yordamga bularni surtsangiz bo'ladi. Buni og'rig'i qoldirib ketsa agar bu shunchaki boshlangan yallig'lanish bo'ladigan bo'lsa ham bular davolaydi. Davolash xususiyati ham bor. Og'riq ham qoldiradi, davolaydi ham. Shuning uchun siz bemalol bularni aralashtirib o'sha og'riyotgan qayeringizda qo'lmi, oyoqmi, tizzami, bo'g'immi farqi yo'q. O'sha joyingizga faqat surtasiz, kompress qilib qo'ymaysiz. Biron narsa bilan kompress qilib bosmaysiz. Buni shunchaki surtasiz. O'sha surtgan joyingizda albatta bu qon aylanishlarni yaxshilab ham og'riqlarni qoldirib beradi. Bo'ladimi? O'rab beraymi? Bo'ldi, o'shanaqa qilib qilavering.